Parijdagi yillar. Her medeniyetning arkasida bir aldın ko'rarlik yotadi. Christopher Dawson. Bir asr ichidagi bir-biridan qonliq shaklda bostirilgan ikki qatimliq qo'zg'olon ko'tarish urinishi polshaliklarning hayotida mangu o'chmas izlarni qoldirdi. Na zaminlari, na madaniy mavjudliklarda haqiqiy borliqini qilchimi da'vo qilish salohiyati bo'lmagan chet davlatlar bu millatning butkul mavjudiyatini, milliy kimliklarini eslatadigan barliq narsalar bilan qo'shib, talto'kis yo'qotishga bel bog'lagan edi. Bularning hammasi polshaliklarga qarshi Polsha zaminlarida polshaliklarning idora organlari, imkoniyatlari, hatto insonlarni ishiltish orqali polshaliklarning ko'z oldida planlanayotdi. Her qatimliq qo'zg'olonda nurg'un vatan farzandidan ayrilib qolgan Polsha xalqi yuz berayotgan ishlarga bag'ri qon holda qarab turishdan boshqa bir ish qila olmayotdi. Polshaliklar qarab turishga majbur bo'lib qolayotgan ishlar faqat shu paytda yuz berayotgan ishlardan iborat emas edi. Bo'libmi Varshavaga o'xshash markazlarda yashaydiganlar o'tmishda barpo qilingan narsalarning izlarining dafsanda qilinayotganligini yuragi etishgan holda ko'rib turadi. Asosan degudek hamma yerda ularga ishg'ol va ishg'olchilarni aslatadigan bir narsalar bor edi. Rus Chari Nikolaykning Varshavada xalqqa hayvi ko'rsatish uchun yasatqizgan Aleksandr qal'asi yanvar qo'zg'olonidan keyin polshalik vatanparvarlar qamaladigan, zanjirlar bilan bog'lanib Sibiriyaga avatiladigan jamoat arboblar esiladigan bir joy sifatida polshaliklarga nisbatan bir shum xotir bo'lib qoldi. O'z vaqtida Polsha parlamentimi o'z ichiga olgan podshoh sarayi әмділікті болса, işğalçı qoşunның gazarmisi edi. Ahirqi Polsha padişahı Stanislav Augustinning turalğısıdımı Ruslarning baş valisi turadi. Qo'lida Moskvaga tiklashni arzu qilgan kirst belgisini tutib turgan podshoh Zigmundga simvollik qilgan haykal bar maydon Rus askarlari Polsha xalq namoyishchilarini o'qqa tutgan maydon sifatida aslimlardan o'rin oldi. Bularning hammasi yangi bir qo'zg'olonning yo'lini shu kunga nisbatan taqib etgan bo'lsa-mu, polshaliklarning milliy engini va ishg'olchilarga qarshi ichki dunyosidagi his-tuyg'ularini o'zgarta olmadi. Aksicha, bu tuyg'ularning texmi cho'nqirlashishi va o'tkirlashishiga sabab bo'ldi. Ko'chalar Kiril ilifbasi bilan yozilgan plakatlar bilan to'lgan edi. Biroq birmi kitobchi ruslarga oid birmi kitobni sotmaydi. Hech bir naqsh muzika plastinkasi do'kondan ruslarning birmi naqsh plastinkasi topilmaydi. Xalqning ko'pinchisi qora rangi purkangan edi. Yer, joy va narsa keraklarda ishg'olning izi qandoq namoyon bo'lib tursa, kishilarning yurish-turish va harakatlaridami jimjit, biroq oshkor bir norozilik ifodalanib turadi. Xalq faqat sirtqi ko'rinishlar orqali emas, butkul an'ana va turmush shakllari orqali ko'rash qilish ro'yiga ega edi. Odatdagi odamlarning farzandlariga qo'ygan ismlarining bu ko'rash bilan va polshaliklar boshdan kechirgan azoblar bilan biror munosabati bor edi. Qo'zg'olonlar va uningdan keyingi ujuqtirish harakatlarida erlar nupusning aziyib ketishi bo'lsa, ayollar texmi aktiv, texmi angliq holatga keltirgan edi. Qo'zg'olonlarda ma'lum bir a'zosi jindan ayrilmagan oila yo'q. O'lgan yoki surgun qilinganlarning o'rniga oilaning turmushini qamdash va ishlarini qilish ko'pincha hollarda ayollarga qolib qoladi. Bu orqali ayollar faqat xizmat hayotida pishib yetilish bilan qolmay, millatparvarlik va vatanparvarlik ruhi orqali ishg'olchilarga bo'lgan nafrat va intiqom tuyg'ularini kuchlantirmoqda edi. Daniyalik sayyoh Georg Brandes
19 asrning oxiridagi Polsha ziyoratlarida Polshalik ayollarning erkinlikka bo'lgan ishtiyoqi va jasoratining erlarninkidan kuchli ekanligini aytadi. Va buning misoli sifatida o'zi guvoh bo'lgan bir voqeani bayon qiladi. Bir qatim mehmondorchilikqa borgan uyda inglizlarning qo'lida tarbiyalangan bir polshalik vatanparvarlikning kuchini yo'qotib qo'yayotganligini aytadi. Bu so'zga erlarmi qarshi chiqadi. Biroq ayollarning noroziligi nihoyat qattiq bo'ladi. Etilib chiqib ketgudek bo'lib ketgan ko'zlari, qizirib ketgan mang'zillari, g'azabdan titrab chiqayotgan ovozlari bilan birlikda heliq odamga etiladi. Bu jarayonda yosh bir ayol mundaq deydi: "Sizni paytunimga selib uyingizga olib qo'yishga va'da qilgan edim. Endi piyoda keting." 19 asr Polshaliklarning erkinlik va mustaqillik kurashlarining burilish nuqtalariga sahna bo'ldi. Ular bu kurashning unumini obdonla ko'rgan edi. U davrda Polsha ziyolilari romantik idealizm bilan siyosiy reallik orasida daldang'ishib yurmoqda edi. Bu daldang'ish asnosida Polsha san'atining bo'libmi adabiyotning eng danglik, eng yorqin asarlari vujudga chiqdi. 1831-yili ruslar noyabr qarshilik harakatini bostirgandan keyin 6000 jangchi Fransiyaga qochib ketgan edi. Keyingi chog'larda besimlarmi orqa-orqadan ko'chish to'lqinlarini paydo qildi. Ko'chganlarning ko'pinchisi Yevropa davlatlarining har qaysi joylariga tarqalgan edi. Bir qismi Amerikaga berib o'rinlashdi. Polshalik surgunlar qaysili davlatga bormasin tashkillanib, chet davlatlarning diqqat nazarini Polsha davosiga qaratishga tirishadi. Biroq birmi davlat Polshaliklarning ko'nglida bir qalayimqanchilikning o'tirg'i kirib qolishini xohlamaydi. Bu jarayonda Polshaliklarning ko'p sonligi Fransiyaga yig'ilib qolgan edi. Lekin Fransiyami ularni bag'riga besish istigi bordek harakat qilmaydi. Shoir va tarixchi tashqi ishlar ministri Lamartin Polshaning kelajagiga munosabatlik mo'ljallarni "O'liklar tirilmaydi" degan so'zlar orqali o'ttirib qo'yadi. Buning bilan birlikda 1830-yili qo'zg'olondan keyin Parij Polshalik surgunlarning ko'p sonligini panohiga olgan ma'naviy poytaxtga aylanib qoldi. Qo'zg'olondan keyin davlatdan qochib ketgan ziyolilar elib keladigan pullarni ishiltib, bu yerda bir ko'chmanlar markazi qurdi. Shahzoda Çartoriski bu yerda qarorgohni qurib, Polsha masalasining Yevropa siyosatida jonliq tutilishini kuch sarf qildi. Shahzodaning turalg'usi Polshaning o'tmishi va bugungi vaziyatiga aloqador masalalar muhokama qilinadigan bir markazga aylangan edi. Nurg'un yozuvchilar Polsha tarixi, Polsha boshdan kechirgan fojialarning sabablari, davlatning kelajakdagi o'rnining qayer bo'lishi kerakligi to'g'risidagi o'z qarashlarini mush yerda o'ttirib qo'yadi. Qarashlar bilan hal qilish choralari orasidagi oyog'i chiqmas natijasiz da'talashlar to'xtamsiz davom qiladi. Bu da'talashlar bilan birlikda nihoyat ko'p san'at asrimi yo'riq ko'rdi. Polshaning beshiga kelgan voqealar dunyo miqyosida nom-shuhratga noil bo'lgan polshalik san'atchilarning qo'li orqali adabiyotga, she'rga, muzikaga, rasmga aylandi. Bir butun millatda mavjud bo'lgan to'yg'uzishligi surgundagi polshaliklar orasida nihoyat yorqin san'at asarlariga aylandi. Bu asarlarning ba'zilari dunyo san'at tarixiga kirgudek darajadagi haqiqiy shahona asarlar edi. 1831-yili 21 yoshida bir amallarni qilib Parijga kelgan Friedrich Franz Chopin Polshaning iztiroblarini aks ettiradigan naqshalar bilan milliy kulturning bir simvoliga aylandi. Balzak uning haqida Polshadimi ortiq polshalik degan edi. Keyingi yillarda hatto 20-asrdami Chopin muzikasi demak
Polşa kimligi va kültürga bir chaqiriq, bir bayroq demak edi. Zimini ishg'ol ostidagi bir millatga nisbatan xalqaroliq muvozanatga ega bo'lish nihoyat cho'nqur ma'nolarni o'z ichiga oladi. Obzorchilar Xopindan bo'libmi germanlarga qarshi bir o'tkir qilichga o'xshash foydalanadi. Uning klassik sapliqqa yaqin turdagi abstrakt muzikasini Schumannga o'xshash muzikantlarning bir qadar konkret temalarni mazmun qilgan asarlari bilan selishtirib maqtanadi. Hatta shu vajidan Ikkinchi dunyo urushi mezgilida natsistlar uning naqshi muzikalarini umumyuzlik ma'ni qilgan edi. Ko'chishlar Xopinga o'xshashla polshalik dangliq shoir Adam Mickiewicz uchunmi ilhom manbasi bo'ldi. Mickiewicz vatanparvarlikka munosabatli temalarga va milliy o'tmishga diqqatini markazlashtirgan, baxtiyor kelajakka bo'lgan kuchlik ishonchni o'ttirib qo'ygan Polsha adabiyotining qaytadan bixlinishiga sarkilik qilgan bir kishi edi. Mickiewicz Polshaning parchalanishi bilan Hazrati Isoning tirilishdan ilgari 3 mozorda qolganligi to'g'risidagi xristian e'tiqodi orasida parallellik borligini, milliy davlatlarning Isosi bo'lgan Polshaning bir kuni tirildiganligining muqarrar reallik ekanligini ilgari suratdi. Mickiewicz kuchlik qalami va polshaliklarga ishonch va umid bag'ishlagan uslubi orqali qisqa vaqt ichida bir qahramonga aylandi. Pantedez nomli dastoni uning shuhratini dunyoga yaygan edi. Mickiewicz asarlari uzun yillar bo'yicha Polshada yaqindan ko'rsatildi. Masalan, shoir va roman yozuvchisi Viktor Gomulskiy 1911-yili Mickiewicz bir parcha asrga muqaddima yozganlik uchun turmaga tashlangan edi. Qandaqla bo'lmasin, Mickiewicz asarlari bir amallarni qilib Polshaga kiradi. Va ona vatandagi odatgacha qilib selingan uylarda bolalar yoshirin holda uning she'rlarini anglab cho'ng bo'ladi. Bu she'rlar hayotni nihoyat cho'ng to'solg'ularga qahramonlarcha qarshi turish ko'rishi deb qaraydigan avlodlarning yetishib chiqishida balkim eng muhim rol o'ynagan edi. Lekin vaqtning o'tishiga ergishib, xususan yanvar qo'zg'olonidan keyin bu zich tuyg'u iqimi bir Polsha yoki Varshava pozitivizmini o'ttirg'i chiqardi. Polsha ichida gullanib yashlagan va metodlari organik xizmat deb atiladigan bu iqimning boshlamchilari surgundagi qahramonlik she'rlarining xiyolparastligiga qarshi chiqadi. Hozirgacha o'lishni o'rgandik, lekin oqilonlik bilan yashashni faqat o'rganolmadik deyishadi. Bu iqimning yozuvchilarining biri "Ey shoirlar" deb so'raydi. Sizlar insoniyatga nima bersizlar? Ishonchmi? Kuchmi? G'oyimi? Yoki yangi bir yo'l olamsizlar? Yo'q. Sizlarning bunday ishlarni qilishga vaqtinglar yo'q. Sizlar faqat iztirob tortisizlar. Bu yangi iqim pozitivizmini asos qiladi. Biroq uni asli pozitivizmdan ayirib turadigan gavdalik farqlar bor edi. Polshaliklar pozitivizmni bir din sifatida qabul qilishning o'rniga katoliklikni saqlab qolib, pozitivizmni masala hal qilish vositasi qilish uchun yuzlangan edi. Ularning qarishicha, to'pliqni birdilla shundaqla kuch ishiltish orqali emas, tadrijiy ilgirlab sog'lom qurilmaga ega qilish mumkinchiligi bor edi. Shu kungacha qilingan qurolliq kurashlar va qo'zg'olon ko'tarish urinishlari polshaliklarga biror utuq elib kelolmadi. Aksicha, nihoyat ig'ir yo'qotishlarni elib kelish bilan birga ilgari qo'lga keltirgan bir qism haq-huquqlarning qo'ldan ketishiga sabab bo'lgan edi. Shunga tezli mustaqillikni qo'lga olish havaslarini bir yana qayirib qo'yib, bevosita holda odam yetishtirishga yuzlanish kerak edi. Ma'rif, ilm-fan, xizmat,
iqtisodiy kuch, sanoat, savdo va zamonaviylashish orqali xalq asta, ammo sog'lom kuchga ega qilinishi kerak edi. Xalqni yiltizdan boshlab kuchaytirishni nishon qilganlik uchun bu falsafa organik xizmat deb ataladi. Ba'zilar bu harakatni chatning egilik huquqini qabul qilish deb tushundi va uningga qat'iy qarshi chiqdi. Bu idealist gruppa hech bir shaklda yo'l qo'yish tarafdori emas edi. Ularning qarashicha birdan-bir nishon milliy mustaqillik bo'lishi kerak edi. Ve bunun yolu qo'zg'olon ko'tarish musofasini besib o'tadi. Polsha pozitivistleri yoki Polsha oqartish mansublari bo'lsa, organik xizmatni birdan-bir yo'l deb qaraydi. Ve bu harakatning boshlamchilaridan Stanislav Stastis biz muhtoj bo'layotgan qurollar ilm, savdo va mahoratdan iboratdir. Bular bo'lmasa yo'qolib ketamiz deydi. Yanvar qo'zg'olonining burunqidanmi ig'ir bir mag'lubiyat bilan oxirlashishi organik xizmat fikriga kuch bag'ishladi. Qurolli harakatlardan umidini uzgan va eng qimmatli avlodlarni bu harakatlarda qurbon qilgan xalq orasida ziyolilardan boshlanib, omma orasiga yeyiladigan shaklda ma'rif, ilm-fanga yuzlanish moyilligi kuchayishga boshladi.